Tabaodan ko'pchilik foydalanadi, lekin uning asosiy bo'limlari nima uchun kerakligini, nima vazifani bajarishini ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun sizlarga bugun birma-bir har bir bo'limi haqida tushuncha berib o'tmoqchiman. Birinchi bo'limga keladigan bo'lsak, bu yerda biz tovar tanladik. O'zimizga yoqqan tovarlarni tanlaganimizdan keyin korzinkaga solamiz. Solganimizda aynan shu bo'limga tushadi tovarimiz. Aynan shu bo'limga kirsa, biza korzinkaga solgan hamma tovarlarimiz chiqib keladi. Agar tovarga biz pul to'laydigan bo'lsak, bizning tovarimiz ikkinchi bo'limga tushib qoladi. Bu ikkinchi bo'limda biz nechta tovarga pul to'lagan bo'lsak, hammasi shu ikkinchi bo'limga tushadi. To'lovni amalga oshirganingizdan keyin magazinchi buni qabul qilib oladi va necha kundir, balki bir xil magazinchilar bir kunda, bir xillar 2 kunda tovar upakovka qilib belgilagan manzilingizga jo'natib kuryerdan chiqazib yuboradi. Chiqazib yuborsa kuryerdan bizning tovarimiz mashina rasmi turgan mana shu 3-bo'limga o'tib qoladi. Bu yerda to bizani kargochimizning manziliga yetib borguncha tovarimiz shu mashina bo'limida turadi. Biz bemalol mashina bo'limiga kirib, tovarimiz qayerga keldi, yarim yo'lga keldimi, ili bizani kargo manzilimizga yaqinlashib qoldimi, hammasini ko'rib tursak bo'ladi. Bizani zakaz qilgan tovarimiz kargochi qabul qilsa, kuryer yetkazib bersa dastavkani, tovarimiz yonidagi 4-bo'limga o'tib qoladi. Bu degan 4-bo'limda siz izoh qoldirsangiz bo'ladi. Tovar masalan qanaqa keldi, yaxshi keldimi, yomon keldimi, sekin keldimi, ijobiy yoki salbiy fikringizni bildirsanglar bo'ladi. 5-bo'lim bu pulni qaytarib olgan tovaringlar tushadi. Masalan, zakaz urdinglar, to'lov qildinglar-da, lekin magazinchi hali kuryerdan chiqazib yubormadi tovarni. Sizlar tovarni xohlamay qoldinglar yoki boshqa magazindan bundan yaxshirog'ini ko'rib qoldinglar deb o'sha to'lagan to'lovinglarni qaytarmoqchisizlar. Shunda sizlar bemalol tovar pulini qaytarishga ariza berasizlar. Agar tovaringlar hali magazinga chiqazib yubormagan bo'lsa, kuryerga yubormagan bo'lsa, bemalol sizlarni to'lovinglarni qaytarib tushirib beradi. Visa kartaga to'lagan bo'lsanglar, Visa kartaga tushirib beradi. Alipay orqali to'lagan bo'lsanglar, Alipayga tushirib beradi. Ko'pincha Alipay orqali to'lasanglar, tovaringlarning puli tezroq tushib keladi yuanda. Agar Visa kartada to'lagan bo'lsanglar, Visa kartadagi sekinroq nechadir kun oralig'ida, anaqani men ham bilmayman, nechadir kun oralig'ida tushib keladi, lekin aniq tushadi Visa kartangizga. Shu pulni qaytarib olgan tovaringlar hammasi mana shu oxirgi bo'limda chiqib turadi. Bemalol kirib, ko'rib, qarab tursanglar bo'ladi. Tovaringlarning puli qaytyapti yoki qaytmagan, shuni bilsanglar bo'ladi. Pastdagi bo'limlarga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi bo'limi Tabao ilovasining asosiy kirish oynasi hisoblanadi. Ikkinchi bo'limi bu kategoriyalar bo'limi. Bu yerda biz alohida kategoriyalar orqali qidirishimiz mumkin. Masalan, poyabzal yoki kosmetika yoki bolalar, elektronika, shunga o'xshagan va hokazo kategoriyalar orqali biz tovarlarni qidirishimiz mumkin. 3-bo'limi bu xabarlar bo'limi. Bu yerda biz magazinchilar bilan gaplashgan bo'lsak, hamma magazinchilar bilan gaplashgan xabarlarimiz yoki magazinchilar bizga atvet qaytargan bo'lsa, atvetni o'qish uchun mana shu bo'lim orqali kiramiz. Hammasi shu yerga tushgan bo'ladi va bu 3-bo'lim SMS xabar bo'limida faqat magazinchilar bilan emas, Tabao programmasini o'zi ham sizga qanaqadir SMS xabar jo'natsa, aynan shu bo'limga tushib qoladi. Hamma yangi xabarlar, eski xabarlar hammasi shu bo'limda turadi. 4-bo'limga keladigan bo'lsak, 4-bo'limda bizga yoqqan tovarlarni korzinkaga solib qo'ysak, keyinchalik to'lov qilamiz deb mana korzinkaga solib qo'yamiz. O'sha hamma tovarlarimiz mana shu bo'limda chiqib keladi. 5-bo'lim odamcha rasmi turibdi. Bu biz hozirgi turgan bizning lishniy kabinetimizning bo'limi hisoblanadi. Bugungi video darsligimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda tovarni qanaqa qilib oson topish, rasm orqali tovar qidirish to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yasizlar. Bu tushunmagan joyinglar bo'lsa, bemalol kommentariyaga savolinglarni qoldirsanglar, ularga albatta bitta-bitta javob berib chiqaman.